keling. Mana bunisi oling. Yoqdimi? Muborak bo'lsin. Qani yuring, uydan tomosha qilamiz. 2018 operatsiya bo'ldi. Menga doktorlar aytdi, qayta operatsiya mumkin emas dedi. Tahqiriyam bor yuragimda. Umid uzdim. To'g'risi. Bu hozir Allohga shukr, sal yuragim shishib ketgandim, yura olmas edim. To'shakda yotgandim. Hikoyat opa bilan Mahbuba opa mahallada raisi bilan shu Hikoyat opa siz bilan birga bordik, chiroyli olib shu keldi. Sharafat dedi. Sen dedi, bunday ahvolga tushib qoldim. Men aytdim, olib keling menga dedim. Lekin bunday ayamga dahmaza bo'lib yotish men uchun azob dedim. Ayamga men qarashdim, ayam menga qaradi. Keyin yo'q dedi, sen turasan, yurasan. Sen kuchlisan dedi. Men aytdim, mayli dedim, siz qilmang, lekin men kuchim qolmadi dedim. To'g'risi Sardor aka umid uzdim men. Kuchim qolmaganda shishib ketgandim. Bosib suv chiqardi tanamdan. Bolam uchun yashashim kerak dedi. Ey Alloh rizqini bergan bo'lsa, umrini bergan bo'lsa, bir ko'rinib ko'rardi dedi. Boshqa nima deyishim bilmadim. Hikoyat opa shunday mahkam bag'riga bosdi. Mendan hech qanday hazar qilmadi. Qo'pol aytganda jirkanmadi. Kasal yotibdi. Hidlanib yotgandirman balki o'shanda. Yuvinmagandirman. Tan olaman. Hatto sochlarim tarolmagan. Qo'lim bormas edi, shishib ketgan. Barmoqlarim ishlamas edi, deb uxlamas edi. Keldi, o'tirib sochib taradi. Men seni yaxshi ko'raman dedi. Men seni hech kim yaxshi ko'rmasa, men yaxshi ko'raman. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Shundan keyin insonlarga bo'lgan ishonchi, mehrim orta boshladi. Mana shu hozir aytgan voqealari juda ko'pchilikga ibrat. Qarang, bitta insonni mehri shunchaki men seni yaxshi ko'raman degan gapi inson hayotga qaytaradi. Va kerak bo'lsa, qanaqangi mo'jizalarni sodir etdi. Qarang, bu misol uchun hozirgi kunda bitta uyni bunyod etish qiyin ish. Odam yillab erisha olmaydi, lekin birgina inson men seni yaxshi ko'raman degan so'zi oxiri shunga olib keldi. Baxtga olib keldi, xursandchilikka olib keldi. Bu hammaga ibrat bo'lsin.